Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birga 25-aprel sanasına göre Urganch Ride Center bozori birinchi do'kondan zo'r yangiliklarni e'lon qilib o'tamiz. 30-aprel, ya'ni 1-maygacha bo'lgan muddat ichida do'kondan boshqa do'konga ko'chish munosabati bilan aytib o'tgan edik. Hamma gilamlarni o'ziniga ham bag'asi, daji arzonlar ham bor, o'rtachalar ham bor. Hammasini zo'r chegirma narxlarga qo'yib berdilar. Sizlar bilan birgalikda Ride Center bozor birinchi do'kondan gaplashamiz obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rib, bizlarga like bosib, chiroyli kommentariy yozib turgan obunachilarimiz uchun esa alohida chegirmalari va aksiya bonuslari bor ekan. Do'kon adreslarini tushuntiradigan bo'lsak, o'ng tomonimiz Ride Center Poskay tomonidan kelaverishimizda oldindan 5 marshrut o'tadi obunachilar. O'shiga o'tiran 5 marshrutdan minib kelsangiz ham bo'ladi yoki 13 marshrutdan minib kelsangiz ham bo'ladi. Do'kondan chap tomonimiz esa Zapchas bozor, eski mashina bozor tomonidan kelishimizda endi Optum bozori bu Uzgazoy zapravkasidan o'tishingiz bilan uglovoy do'kon bo'ladi. Ichida endi to'liqroq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum, Botir. Og'abek, yaxshimi? Bormisiz? Sog'lik, yaxshimi? O'zingiz ko'p vaqtdan beri efirda ko'rinmadingiz. Xudo xolasa, Og'abek, assalomu alaykum. Avvalambor Xorazm ovozi obunachilari, xudo xolasa, do'konimizni boshqa yerga ko'chirish munosabati bilan Og'abek o'zim chiqishga qaror etdim. Shu do'kondagi hamma gilamlarni o'z bahosidan mesdan endi bir sal halka bir yengillik bo'lishi uchun arzon berib beracakmiz, xudo xolasa. Xalqimiz ham foydalansın. Bizlar ham masalan bir endi boshqa yerga ko'chgandan keyin bu gilamni olib ketish qiyinroqdan, sig'maydidan ko'p gilamdan. Shuning uchun shu munosabat bilan xudo xolasa gilamlarni hammasini aksiya qo'yib beraman hozir. Arzon bergan. Bir yandan arzon berib beraman, xudo xolasa. Shuning uchun hozir bir yandan xudo xolasa ko'rsatamiz yine Og'abek. Shuning uchun o'zim chiqisham qaror etdim. Bu qachondan bo'ladi bu endi? Xudo xolasa Og'abek 1-maydan qo'yib beraman. Uje 1-may tamam. Tamam. 1-may oxirgi kunimiz bo'ladi, xudo xolasa. Qolgani qoldi, ikkitasida qolgani qoldi, qolganini sotib ish qilib. Keyingimiz? Og'abek, ishigilarimiz avvalgi videolaringda ko'rgan bo'lsang, 60 ming, 65 mingdan qo'yilgan-ku. Kvadrati. Hozirgi bahosini 47 ming so'mdan qo'yib beraman Og'abek. Yani 47 ming so'mdan olishlari uchun yana bir gilam olish shart emas. Yo'q, bunday shart emas. U vajlar yo'qoldi, 1+1, 1+2 degan vajda. To'g'ri, masalan, ishi 3.7lik gilam bo'ladigan bo'lsa, 47 ming so'mga ko'paytiradigan olib ketaveradilar. Lekin bularni yana aytaman, 3.5lik 4lik razmeri dim ko'p Og'abek. 3.5 4lik razmeri ko'p. Uchliklarni ham topib beramayman. 3.7lari bor. Mana talaga. Esa 3.4, ashu 3.7, uzr, 3.4 yarim degan razmerlarni olsa yana qaytib berasizmi? Ko'proq olsa. Yo'q, Og'abek, bu o'zi minimal seni tushirib aytib turman. 47 ming so'mdan qoli yo'q. G'olib bu chisti, Sochaqli bu. Sochaqli g'olib bu döşaladan. Palas emas, arkasi kilaylan. Chisti g'olib bu, do'qilgan g'olib bu. O'zlarimiz 60 mingdan sotamiz buni, sotib o'tirganmiz. Endi bu yerdan dim ko'p qoldi bizda Og'abek, to'g'risini aytaman. Shuning uchun shu munosabat bilan buni arzon qo'yib berajakman. Buni bu yana olib bor, bu yana ikkala burgandan ko'ra xalqimiz izzatib olsin-da, döşasin buni. 47 ming so'mdan saylan gulini beramayman. Xohlagan gulini ishlarni screenshot et kelaversin, xohlagan guli bor. Endi 40 dostavka denli bo'ladimi unda? Bor, dostavkasini ham ichida etib beraman. İçinde. Ko'proq olsa, masalan, qo'ng'ishlar keladi-ku. Ikkisi, uchisi bir galadan bo'lsa, hammasini bir olib borib beramiz dostavka etib. 4 yil. Og'abek yine 4 yil polni ham yere boradi. Yaxshi. Qoraqalpoq Respublikasi, Xorazm bo'ylab ham yere bor, xudo xolasa. Bu gulimiz-chi? Farkı yok Og'abek, bar bunam şu bakadan koyup beraman. Lekin bunu uji boshqa bir sen bilasan-ku buni. Buni 47dan qo'ydikmi shunda? 47 ming so'mdan beraman. Zo'r ag'a, chempionlar. Xudo xolasa, saylaganini. Endi Og'abek, bunda sag zavodimizni gilamlari bor. Bular ham doğrusu 75-80 ming so'mdan sotgan gilamlar bo'ladi. Bu uji sifati o'sdi. Bularni uji ana sana bergi tiyinday satgan baxamiz 60 ming so'mdan qo'yib beraman Og'abek. Bu qalingini? Qalingini 60 ming so'mdan qo'yaman. Ag'a, obunachilarga boqib bir sovg'asi bo'lmasa, sal netadi. Yo'q, sovg'a hech problema yo'q. Xudo xolasa 1 million so'mlik gilam olsam, podarka qo'ymayman. Podarka bor. 1 million so'mlik gilam olsam, yana qara. 80likdan masalan 3 metr qolgan, 1likdan 3 metr qolgan. Shularni olgan g'olisini qarab beraman. Olgan g'olisini narxini qarab 1 million so'mlik olsa, ana 80likdan 1 3 metr beraveramiz. 2 million so'mlik olsa, yana ham ulayadi 1.5dan beraman. 3 million so'mlik olsa 2 ushik beraman. Qara uchib podarkasiz ketmaydi. 47 ming so'mlik olasam beraman podarka lekin. Zo'r lekin. Oshini yashirab eslab qo'ysinlar da. Bu vajimiz ham Og'abek, bu boshqa guli bu 60 ming so'mlik vajni. Buni ham 60 ming so'mdan qo'yaman. Bu obunachilar arzonlashdi degan. 75-80 emas bu. Ko'pchilik tushunmaydi. Hozir ostatga vajmi? Yo'q, Og'abek, bular hozir trendda turgan Xodoy vaj. Liboyadan xolidi buni. Endi men aytdim-ku, bu vajdan ko'p oldirganmiz biza. Shu munosabat bilan buni
Ben apparıp ekki bürgen bile indi sığmıydı da arka dükkanımıza. Aha. Şunun için bu ejden hem xudo kalasa hemmesini arzan koyup berem. Şu bardoy siyetini obunachilarim narxini yaxshi biladi. Nechasini qo'yasiz? 60 mindən koyup berem bana. Realni. Realni 60 min sondan koyup berem. Degandan keyin qiymat demaysizmi? Yok tapıp beremem. Halan rezmini tapıp beremem bu ejde. Bo'ldi. Buladan ba. Yaxshi. Bu yine başkaça güllüsü yine 60 min sonluk Nağabek. 60 dan qo'ydik buni. 60 min sondan beremem. Og'a meni narxlar arzonlidan bo'lsa bir ipak gilamlardan ham ko'rsatali. İpek gilemlerim bak xudo kalasa Ağabek. Ulan ham gördetemiz hazır bir yanına. Ağabek xudo kalasa ipeklerini çıkarıp ürsen ku. Ava. En kımmat, en arzan koyga yerinden 95 min sondan koyup ürsen, doğru mu? Ava. Neçe sonda bo'lsan işe alını? Endi siz tom etishada tursiz-ku. Tamam etiliş, münasebet edilir. 85 ya 80. Abi 75 min sondan koyup veremez saçaklı, kocalı ipekni. Bir dana emasmi? Izi bormi? 3 yarımlık halagan rezmeri var 3 yarımlıkta. Obunachilarim keladi, ipakni yaxshi ko'radi. Hozir Yenen moda bir yeri ku. var. Tolka 3 yarımlık kalan. Enimi? Yeni 3 yarımlık kalan. Tolka. Yeni üç- Ama Özü hadavi rezmeri 3 yarıma 5, 3 yarıma 4, 3 yarıma 5 yarıma qarang, uchlik yeri oladigan bo'lsa, meni 40 parça bo'ladimi uni bir 40 qatı? para veremiz azgana yerini. Gap yok. Yaxshi. 75 min sondan koyduk. Gördün mü? İpekli. Evvelki videolarımız tam işi alala 85-90 mindən koyulgan. Ena. 75 min sondan beraber hemen. Geleversinler. 3 yarımlık rezmeri köp. Ege. Bu özün bilesen bu ipeklerini. Bu İran ipekler bu xuda kalasa. Xalades. Bulanam 135, 140 koyganmız Ağabek. Ava. Hazırki günde sen için, abunaçıların için 110 min sondan koyup veremem. Shuni bir mana qarang. 110 emas. Teki destek. Nagurskiya bo'ladimi? 100 nagurskiya boladı uşa. Beş Var yeterli. 105 min son Bu, koyup veremem 105. ana. Bu 105 min qalin sondan koyup obunachilar. veremem. Bu kalın öyleyken hava. Qalin bu. Oscar dayan qalı, İran dayan qalı bu. Kalını bu, en zıçı boladı bu xuda kalasa. Bu yine saçaqlı kocasını göstərib beramiz. Bu ham shunaqda ketdim 105 ming. Bugam şunaqda getedi xuda kalasa. Bir ramoshka gulda baytar edik. Hava. O'tgan videoda solishtirishingiz uchun odi bilan aytib turibman. Xo'p, Halasan bu gülen bayna. Mınam şu bakadan beri veremeyne. bu lekin legendar ne bu? Bu menimcha hammada bormi bozorda? Hem bir de var. Narxini Şu solishtirish. bakasını Liboya'dan salıştırıp geleversinler yine Ağabek. 105 min sondan. ipakni qalin 3D varianti bu e'tiborli Hava. bo'ling. Gulini qarang. Bu chokin bu bo'tma bo'ladi, solishtirganda e'tibor etasiz. Obunachilar mayda detalli majbur. Ağabek köp abunaçıların indi soruyordu kızılı yok mu dedi. Sert yomnirak söyledi yok mu dedi. Xuda kalasa ula ucuna mine bunam koyup verem aksiye kara. İçe. Bu qalılanı 115, 130 mindən hem satkanmız. Hı. 95 min sondan veremem. 95. 95 mindən veremem. Hala rezmeri var ekin. Bu- Metrajından başka hem rezmeri var. Batra. Au. Buni qoldirmoqli. 90dan bering. Yo özü bu O indamay ketadilar. ben sana kaytarmayın söylettim bana. Krayni sena koydum hemmesini bu. Ha, окончательно, ha? Hava 95 mindən bunun qalı tapmıydılar. Bu kalın vec bu. Saçaklı, kocalı, Bu glamur diyen qalı. Botra, bu ipakmi bu yo oddiy? Yok özlerimizin xıbınak bu. Ha, xibinaq bang. Hava. Nechun bunchalik dönüp turibdi bu? Bu iki yanına 2 yıl döneden svetdi oğlum özü. Naxı zor, ali naxta çıkan bu. Ha, şu orglar buncha dönmüyor duradi. Hava, bula uje sveti zoru bula. Buni 2 xil svetidan Abi boshimda. 140 mindən hem satkanmız bu qalını doğrusu. Şimdi sen şu razmer bormi? Rezmir ikisinden hem bak. Bo'ldi. Aha. Bak 3 ikem, 3 amkan, 4 ikem bağa bek. Aha. Xuda qalasa imında taza sifətdə giləmlə gəldi. İndi bu dükandan, arka dükandan bu trenddə boladı bu giləmlə. Ha, arandan bo'ladi. Mınam zəyəlik abunaçıların üçün xuda qalasa mınam aksiya qoyub verəməsən üçün. Bunam götürüb ötürüb satıb ketərik bunam. Allah tutman ki bundan ba. Problema yok. Buladan ba xuda qalasa. Həmməsindən. Ağabek. Bu gül zamanı Bu ekan. bunu 150 mindən satdırmız hazır. Ha. 140 mindən hem berəyəmiz. Yalğan emas da. Sen abunaçıların üçün 130 min so'mdan qoyub verəmə. Ha, o'tgan Maqsudbek o'tgan Yine. safar sizdan qo'yib berverding. 155. Yine 130 min so'mdan qoyub verəm Ağabek. 130 mingdan. Og'a lekin Ben çıksam özüm çıksam partlatamam bunu xuda qalasa. yaxshi o'zingiz portlatasiz, lekin ertangi siz bo'lmaydi. Ben özüm duraman Maqsudbek dükkanda, bo'lib xudo solashtirib urmanglar. Birini adam işine geleversinler, ben özüm duramayın. Bo'ldi, ketdik, ha. Buna lekin qara indi sana. Hayteki halagan güllüsünü yapıp verediler. Aha. 130 min so'mdan yine. Ha, shunda holani 130 mingdan. Halaganını berəmə yine. Yettiğine. Akı dese akı. İmunda sinisi dese sinisi bayına. Yine veç. Siniyajam ajralib turadi lekin oboydan. Gördün mü? Dım zordur adı bak abi. Hazırki trenddeki modadaki gül bu. Svetem zor. Aga ish vaziyasini ayting, ish vaziyam. Ma ish vaziyaka. Bakası bir xil dedim ki yine. 130 dan, ha. 130 min so'mdan berəmə abi. Hozir atacento ham tushadi, oboy ham tushadi. Dım ne yapış ni skromni veç da. Dım hoş raydır adam veç. Ha. Liboy güle aboy bolsun, ataçinto bolsun hem möce çöd dan bu. Seylemiden veç dan bu. Zo'ridan zo'ri kelib qoling. Ava xuda qalasa Zo'rdan Ağabek. zo'ri İmında yine imakara, ibi haytega qarayın desen.
Dım milliçe uyguda berilgan buna da. Ene. O. Hem high-tech hem milli. Bu yana tendekini gül eken üstüne peçe tushirgan Ana ekan. gül urulganda. Ha. Agabek, mungam şu bakada koyup beraman 130 minne. Bam shunaqa. Bizde gülüne karab bahar rol oynamaydı. Gülü başkaça boluşu mümkün, bakası bir xil yine. Ketdi abunachilar. Özü bir de sanaqlı 4 xil seni aytıl tuttu öz Agabek. Aa. Xuda qalasa abonaçılar yanlış mı gele verediler. Aha. Xalasan bir güllü senden bağım. Mınan 130 mindən koyup beraman. Bu qonlarni göz turibmiz. Bular kalınları lekin eng. Yaxshi. Agabek, xuda qalasa imında yine eng zo'ri kalın eng kostyumda yok mu deb o'ylamasınlar. Bundan bir 2 dana gül koyup berin. Bundan xuda qalasa 160 170'den satkan qalalarımız bular. Hava. Bularni 130 ming so'mdan koyup beraman. Bular ham 130 bunda. 130 mingdan bar ipekning bag'asida koyup beraman uka. Bu endi eng qalınlardan birisi bu. Eng kalınları zo'ri zichi bo'ladi bu. Ha, do'kondagi eng qalini Eng bu. ava kalınını yine. Kalınlıkını göreyini. Eng zo'ri bo'ladi. Xalasangiz bundan metrajı 12, tiyindeyni metrajı bunda. Bu. Metrajını ham shu baqadan beraman barana. 130 ming so'mdan. 130 dan. 130 ming so'mdan beraman Agabek. Xudo qalasa kelaversinlar 1-mayadan yine Liboyadan mesela yeğendan keyin bir qala aldım ben. Padaka bermisizmi dedi-ku. Joy namozlarimiz bor. Yo'qdan ko'ra sovg'asi bor. Besplatniy, bor ishqilib. Xudo Ishqilib qalasa sovg'a ketadi. Dukanimizga kelib xarid etsalar bo'lgani bor podarkamiz yine. Endi qarang, bu yonboshda chiroyli ko'p. Shularni aytsak edim Agabek, shu ishi devolda turgan ishi devoldan yine mesela. İşi devoldan. İşiradan seylegenni 2 milyon so'mdan beri beraman. Xohlanimi? Xalaganni ishi devoladim yine. Razmerlari Ben Allah qancha hoca baba? dım kalında İran Turetski vejadım. İşinden işanadım. 3'e 4, 3'e 4 yarım rezmeri var. Qalınlari bor. Şunun en kalını zoru bula Agabek. Bulanın içinde tufta qalısı yok lekin. Arzon qali yo'q. Yok, en zoru bu. Özün ham uşak gör. Liboyani uşading, qo'lingga yaqadi. Orasi ochilmaydi-dang. Hava zilcha en zoru bo'ladi. 2 milyon so'mdan İpek beraman. bu ag'ay, ipek. Maqsudbek yalingda qancha so'mdan qo'yganing, ha, uka? Xafa bo'lish yo'q dedi-ku. Necha so'mdan qo'yib berading yalingda? Botra, qani? Qaysilarni? Hammasini. Bulanimi? Ava. Bo'ldi, saylaganni 1 milyon 900 ming so'mdan beri beraman. Bo'lmaydi ag'a. Saylaganni 1 milyon 900. Bir qayting. Chotki bir qaytib bering. Bo'ldi 1 milyon 800 ming so'mdan. 1 milyon 700 ming so'm Yo'q. dastavkasi ichida 3 milyon. Paşima qara 100 ming so'mdan chiqib qoladi bu g'alla. Bo'lsa. 3'e 6 sam bakımın Durmasın içinde. dedi. Yo 3'e 6, 3'e 5 yarım, 3'e 7 rezmiram bak gerek olsa. Yaxshi, o'rtalik aytib beramiz, yo'l puli 1 ular. milyon 800 ming so'mdan koyup veremez. Hammasini shunda? Hemmesini söyleyen. Razmerlarning ichidan necha bor edi? 3'e 5, 3'e 6, 3'e 7 hem baba içinde bunun için. Aralaşan. 3'e 7 hem bak, 3'e 7 yine. Hammasi 3'e modniy, 7 toza hem vajlar. bak. En zoru ipekler ku görtürsen kısı vedin ülke. Yettina. En zorunu veremiz.